27, 28, 29 sentyabr kunlari Kia Buxoroda kechki bozor, ya'ni tarixdagi eng katta aksiya bo'lib o'tadi. Buxorodagi Kia avtosalonida o'sha kuni avtokredit so'zini ishlatish qat'iyan man qilinadi. Ya'ni barcha inomarkalar rassrochkada naqd 36 oydan 48 oygacha bo'lib beriladi. Foizi bo'lmasa-yu, uni ustiga bonuslari ham bo'lsa, yana ish haqqi ham so'ralmasa, Kia Buxoro o'zi foyda qiladimi? Shunday ekan, hoziroq o'rningizdan turib Buxoro tomon yo'l oling. Buxorodagi Vlad Auto City'ga kelib, rassrochkaga Kia inomarkalarini xarid qiling. Agarda sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, hoziroq kommentariyada Kia Buxoro so'zini yozib qoldiring. Menejerlarimiz sizga ma'lumot berib, Kia Buxoro lokatsiyasini tashlab berishadi. Ha, aytgancha, Kia Buxoro avtosaloni 27, 28, 29 sentyabr kunlari kechki 21:00 gacha ishlaydi.